Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Belgiya poytaxti Bryusselda Türk universitet o'quvchilariga Sharq Turkiston va uning buguni Uyg'urlarning fojiali qismati haqida leksiya berilgan. Dünya Uyghur Qurultiyining sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Isa Efendi 29 noyabr kuni Belgiya poytaxti Bryusselda Türk dunyosi universitet o'quvchilarining taklifi bilan Belgiya va Yevropaning har qaysi davlatlaridan Belgiyaga jam bo'lib, yig'in o'tkazayotgan Türk o'quvchilariga Sharq Turkiston tarixi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida doklad bergan. Dolqin Isa Efendi maxsus tayyorlagan bu dokladida Sharq Turkistonning tajovuzchi Xitoy davlati tarafidan ishg'ol qilinishidan mustamlika qilinishigacha bo'lgan jarayoni, Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixida qurilgan ikki jumhuriyat va uning sobiq Sovet ittifoqining aralashishi bilan Xitoyning ishg'oliga uchrashi va Sharq Turkistonning buguni Uyg'urlarning tajovuzchi Xitoyning ishg'olidan keyin har qaysi davrlarda va har qaysi hokimiyat davrida uzluksiz qirg'inchilik uchrab kelganligi, shundaqla 2016 yildan keyin boshlangan keng ko'lamli cho'ng tutqun qilish, Uyg'urlarni jazo lagerlariga solab majbur emgakka silish va Uyg'ur xalqining millat sifatida qirg'inchilik uchrashi haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tgan. Dolqin Isa Efendi yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Uyg'urlarning barcha dunyo millatlari va Turk dunyosining bir partisi bo'lish sifati bilan hur, mustaqil yashash huquqining asliga keltirilishi uchun Turkiya va Turk dunyosining o'rtaq kuch chiqarish kerakligini, bugungi kunda Turk dunyosi Xitoy davlatidan manfaat ko'rayotgan bo'lsa, buning Uyg'urlarning qirg'inchilik uchrashi bilan zich munosabatli ekanligini ta'kidlab o'tib, Sharq Turkiston davosining bugungi kunda xalqaro sahnalar va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kun tartibiga ekilingan bir masala ekanligini va Uyg'urlar uchrayotgan bu qirg'inchilikni Amerika, Kanada va Yevropadagi ba'zi davlatlardan tarkib topgan 11 jiq davlatning irqiy qirg'inchilik deb to'niganligini, ammo Uyg'urlarning tajovuzchi Xitoy davlati va uning qirg'inchilik siyosati oldida Turk dunyosi va islom dunyosining sukutni tanlaganligini ta'kidlab, Turk yoshlarining Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'lish majburiyati borligini bildirgan. Bu faoliyatdan keyin Bryusseldagi axborot sarayida diniy e'tiqod erkinligi yumaloq ustal yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'inga Yevropa parlamentining parlament a'zolari, mutaxassislar va Yevropaning har qaysi joylaridan kelgan diniy e'tiqod erkinligi faoliyatchilari, axborotchilar qatnashgan. Dolqin Isa Efendi bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan alayda taklif bilan qatnashib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati, diniy bostirishlari, tutqundagi diniy zotlar va Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan har qaysi musulmon xalqlarining duch kelayotgan fojiasini tonishtirish fursatiga erishgan. Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan savdo va kishilik huquq munbarida Xitoyning Uyg'ur tashkilot vakillarini qarlab, ovozini bostirishiga urinishi xalqaro axborotlarda kun tartibga ilib kelingan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan savdo va kishilik huquq munbarida Xitoyning Uyg'ur tashkilot vakillarini qarlab, ovozini bostirishiga urinishi xalqaro axborotlarda kun tartibga ilib kelingan bo'lib, Novich Story, Public televiziya kanali, Latest Story qatorli xabar kanallari 1 dekabr kuni BDT munbari zulm va kimlik to'g'risidagi arizni angladi. Xitoy Uyg'ur rahbarining ovozini bostira olmadi nomli bir xabar e'lon qilgan. Mazkur xabarda Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oz sonli millatlar masalasi munbarida Uyg'ur demokratiya va kishilik huquq markazining raisi Dolqin Isa so'z qilganda, Xitoyning kuchlik aralashishi orqali uning so'zini bo'lib bostirishga urinishiga qaramay, Xitoyning Uyg'ur xalqini sistemalik bostirib qirg'inchilik ilib berayotganligini ta'kidlab bayonot e'lon qildi deb yozgan. Mazkur xabarda bildirilishicha, Xitoy taraf Dolqin Isa va Dunyo Uyg'ur qurultiyini bu sifatdan foydalanib, Xitoyning zamin butunligi va egilik huquqiga buzg'unchilik qilishga urinmoqda degan bo'lib, biroq yig'in raisi Dolqin Isaning so'zini davomlashtirishiga yo'l qo'ydi. Bu ko'pincha hollarda diplomatik cheklovlar bilan boshqariladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti supsi ichida oshkora norozilikning oz uchraydigan bir o'rnak ekanligini ko'rsatdi. Dunyo vakillari oldida so'z qilgan Dolqin Isa Uyg'ur muhojiratining chet ellarda o'z vatanida sistemli holda yo'qotib etilgan madaniyat va milliy kimlik bo'shliqlarini qanday qayta qurganligini ta'kidlab, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni o'z zaminida oz sonli millatlarga aylantirishga urinish va keng ko'lamda tutqun qilish, madaniyatni yo'qotish va siyosiy bostirish orqali qirg'inchilik ilib berish bilan aybladi.
Dolqin Isaning guvohligi Uyg'urlarning til va ma'rif huquqlarining bekor qilinishiga diqqat qo'zg'adi. U yerda Uyg'ur tili o'qitishi maktablardan chiqarib etildi. Bu xotira tarix va kimlikning yetkazilishiga ziyon yetkazadi deganni o'ttirib qo'yib, Dolqin Isa apandining BDT va a'zo davlatlarni Uyg'urlarning madaniyat va til erkinligini qo'g'dashga va vakolatsiz millatlarning qo'rqish, kamsitish yoki siyosiy besimsiz dunyo madaniyatiga to'kib qo'sha oladiganligiga kafolatlik qilishga chaqirdi deyilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida 30 noyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioning Nakano bekiti oldida Yapon xalqiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish ko'cha tashviqot faoliyati o'tkazilgan. Bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatining bu joyda ikkinchi qatim faoliyat o'tkazishi bo'lib, bu qatimki faoliyatga Nakano rayonlik parlament a'zosi Yoshida apandini o'z ichiga olgan boshqa yaponiyaliklarmo qatnashib, Yapon xalqini Xitoyning kengaymichilik siyosati, Xitoyning Uyg'ur xalqiga ilib borgan qirg'inchiligining yolg'iz Uyg'urlarning masalasi emas, balki Yapon xalqining mo ko'ngil bo'lishga tegishli masala ekanligi haqida ogohlantirishgan. Mazkur faoliyatda Yaponiya Uyg'ur jamiyati 300 yurishdan ortiq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkiston tanishtirilgan tashviqot materiali tarqatgan va qatnashuvchilar navbat bilan nutq so'zlab, Uyg'urlarning jiddiy vaziyatini yo'lovchilarga anglatgan. Shvetsiyada qaytish filmi ko'rmanlarning yaxshi bahosiga erishgan. 29 noyabr kuni Shvetsiyaning Norrköping shahrida faoliyat qilayotgan Dunyo Analar jamiyati va Dunyo yoshlar jamiyatining hamkorligida o'tkazilgan faoliyatga Shvetsiya Uyg'ur birligi taklif bilan qatnashgan. Mazkur faoliyatda Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri Baxtinur xonim Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak va Xitoyning Uyg'ur majburiy emkiga chetishliq tema Shein torsupulari Xitoyning Uyg'ur ayollarga majburiy tug'maslik operatsiyasi elib berib, nopusni kontrol qilishi, Uyg'ur farzandlarini yotoqlik maktablarga yig'ib olish orqali assimilyatsiya qilib xitoylashtirish qatorliq mazmunlarda yig'in qatnashchilarga tafsiliy ma'lumot bergan. Bu faoliyatning oxirida Shvetsiyadagi Uyg'ur faoliyatchi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili Nabijon A'loning kuch chiqarishi bilan ishlangan qaytish filmi ko'rsatilgan bo'lib, bu ko'rmanlarning alayda yaxshi bahosiga erishgan. Ko'rmanlar oxirida bu filmdagi voqealiklar va Uyg'urlarning ahvoli haqida savollar so'rashib, filmga qarata o'zlarining fikrini bayon qilib, Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqining irqiy qirg'inchilik uchrashiga doir filmlarning ko'plab o'tirg'i chiqishi kerakligini, bu orqali texnik ko'p kishilarning zulmga uchrayotgan Uyg'ur xalqining ahvoli haqida texnik ko'p uchurga ega bo'lganligini, mumkin bo'lsa shved tiliga tarjima qilinib tarqatish haqida taklif fikrlarini berishgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.